Hammaga sizlar bilan Lapar Muxa. Bugungi videomiz YouTube kanalini to'g'ri sozlash haqidagi video darslikning birinchi qismi. Videoni boshlashimdan oldin videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Qani bo'lmasam, videoni boshladik. O'zi nimaga YouTube kanalini sozlash kerak? Ko'pchilik YouTube kanalini ocha olmaydi. Ochadi, lekin 90% odam sozlay olmaydi. 90% odam sozlamalardagi xatolar tufayli uni videolari umuman prosmotr olmaydi. Bugun sizlar bilan ana shu sozlamalarni to'g'ri sozlashni o'rganamiz. Masam ketdik. Birinchi o'rinda bizga Google Chrome'ga kirib olamiz. Google Chrome'ga kiramiz. Bu yerda bizda YouTube'ning rasmiy sahifasi kerak. Mana chiqadi. Biroz kutamiz. Mana do'stlar, o'zimizning kanalimizga kirdi. Agar kanalni almashtirmoqchi bo'lsangiz, siz degan joyga bosasiz. Kanalni ochish, hisobni almashtirish mana. Hisobni almashtirish. Google hisobi. Bu yerdan Google ni sozlaymiz. Uni ham alohida video qilib ko'rsatib ketaman profilimda. Xo'p, kanal ochishni bosamiz. Kanalni ochish. Mana bu. Mana shuni bosamiz. Bosdik. Bu yerda bizning o'zimizning kanal chiqib keldi. Mana mening yangi kanalim, obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanallarim ham bor. Bu bot yaratish. Botlar haqida video. Mana 2026. Ko'p bo'lmasam maydalashmaymiz. Kanalni sozlashni bosamiz. Mana bosdik. Bu yerda bizda YouTube studiyaga kirib ketish mumkin. Bunga kirmaymiz. Mana shunday oyna ochiladi bizda. YouTube kanalingizni to'liq nastroyka qilishingiz mumkin. Eng asosiy sozlamalar mana shu yerdan bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda bu yerda mana banner rasmi degan joyga o'zlaringizning kanalingizni banner qo'yishlaringiz mumkin. Telefonda ko'rinishini ko'rsatadi, keyin kompyuterda, televizorda ko'rinishi. Bu hamma rasmni olavermaydi. 2048x 1152 pikselli 6 megabaytgacha hajmli rasmni ishlating deyapti. Men qo'yganman buni. Sizlarga ham tavsiya beraman. Profil rasmi kanal yoki YouTube taqdim etilgan joyga, masalan, videolaringiz va sharhlar yonida chiqadi. Profil rasmi albatta bo'lishi kerak. Nomni qo'yasizlar bu yerga. Identifikator, tavsifda kanalingiz nima haqida o'shani yozasiz, nimalar qoladi sizdan obunachilaringiz. Bu yerda havolalar qo'shsangiz bo'ladi. Mana havola. Xo'p, bu yerda yana havola kiritish bor. Tushuntirib o'tib ketaman. Mana havola kiritish. Havola kiritamiz, bosdik mana. Telegram kanalim bor ekan, Instagram qo'shamiz. Instagram. Bu yerda o'sha nima kiritmoqchi bo'lsanglar, o'sha nomni yozasizlar. Instagram ham kiritgan ekanman. Telegram chat. Yozamiz. https Bu yerda kanalingizning usernamesini yozasiz. Mana yozib oldim. Keyingisi. Mana do'stlar, qo'shildi bizda.
havola. Bu yerda gmailingizni kiritasiz. Mana. Kanal belgisi. Ko'p yuklaymiz kanal belgisi. Videongizni boshida yoki oxirida chiqadi. Buni qo'yib olamiz. Maksimum 1 megabaytli faylni yuklang deyapti. Boshqasini yuklab qolaman. Xo'p, 1 megabaytdan kam bo'lishi kerak ekan. Bu hozircha shart emas bizga. Endi asosiy, eng katta, eng muhim sozlamalarga o'tamiz. Mana eng pastdagi nastroyka tugmachasi. Hozir. Mana. Shuni bosamiz ustiga. Umumiy sozlamalar bu yerda valyutani AQSh dollariga qo'yib qo'yamiz. Meniki to'g'ri, agar sizda noto'g'ri bo'lsa AQSh dollariga qo'yib qo'ying. Ikkinchisiga o'tamiz, kanal. Asosiy axborot. Joylashgan mamlakatga Amerika Qo'shma Shtatlarini qo'yamiz. Menga qo'yilgan, mana bosasizlar. Birinchida turibdi. Ustiga bosamiz Amerika Qo'shma Shtatlari. Kalit jumlalar. Bu yerda ChatGPTdan yoki Cloud'dan so'rasalar beradi. Kanalingizni nima haqidaligini aytasizlar, kalit so'z kerak desanglar, chiqarib beradi. Kalit jumlalar kanalingizni maksimum rekomendatsiyaga chiqarishga yordam beradi. Kengaytirilgan so'zlamar ikkinchisiga o'tamiz. Bu yerda sizda ham 3-chisiga turgan bo'ladi. Buni biz ikkinchisiga, ya'ni yo'q, bu kanal bolalar uchun yaratilmagan deb belgilansin. Deyarli hech qachon bolalar uchun yaratilgan kontent yuklanmaydi. Yuklamayman. Bu yerdan hozir. Bu yoqqa tegmaymiz. 3-chisiga o'tamiz. Bu yerda sizga aytgan mana shu bittasi yo'qolgan bo'ladi. Kanal hamjamiyat qoidalariga oid tanbehdan xoli. Menda bu ikkinchisiga ham yo'qolgan telefon raqam ulash. Bu haqidagi videomni ham kanaldan olsangiz bo'ladi. Kanalimga qo'yganman. Telefonni ham tasdiqlash haqidagi. Men tasdiqlaganman. Uncha qiyin ish emas. Yarim soat 10 minut ishingiz ketadi, vaqtingiz ketadi. Xo'p, telefon raqam tasdiqlasak nima bo'ladi? Tasdiqlamasak nima bo'ladi? Agar tasdiqlamasak bir nechta cheklovlar qo'yiladi. Birinchisi, video yuklashda 15 minutdan ko'p video qo'ya olmaysiz. Mana yozib ham qo'yibdi. Ikkinchisi, custom thumbnail. Bu nima degani o'zi? Qo'ya olmaysiz. Custom thumbnail qo'ya olmaysiz. Custom thumbnail bu videongizni rasmi obunachilar va hamma ko'rib turadi. Endi 3-chisi. Agar o'sha custom thumbnailni qo'ymasangiz bo'lmaydi. Prosmotr ham kam bo'ladi. 3-chisi, eng muhimi, bizda eng muhimi kerak bo'lgan jonli efir yoqilmaydi. Jonli efir qila olmaysiz, chunki telefon raqam tasdiqlamasangiz. Keyin yana bir narsa, shikoyat, ya'ni monetizatsiyaga ariza bera olmaysiz. Shuning uchun eng muhimi telefon raqam tasdiqlash kerak. Kengaytirilgan funksiyalar, kanal tarixi. Bu yangi kanal bo'lgani uchun hali yoqqanim yo'q. Bu funksiya qanday yonadi desanglar, maksimalni ko'p video qo'ysanglar yonadi. Har kun masalan bitta video qo'yayotgan bo'lsanglar, 2 tadan ko'paytiringlar. Prosmotri ham yaxshi bo'lishi kerak. Keyin har xil tillarda qo'yinglar videolaringizni. Shunaqa gaplar. Bular eng muhimi edi. Agar buni o'zim qila olmayman desalaringiz, noldan kanal ochib, jonli efirgacha, ya'ni pul ishlashgacha olib borib berish xizmati ham bor. Murojaat qilaverasizlar. Muhim, ya'ni eng muhim, yana bitta sozlama. Yopishni bosamiz uni. Endi bu yerda monetizatsiya degan narsa bor. Monetizatsiya bu
videolaringizga pul to'laydi. Pul ishlashingiz mumkin YouTube'da. Buning uchun biz mana buni ustiga bosishimiz kerak. Mana dollar sanasini ko'rsatib qo'ygan. Ko'p bosamiz. Oxta bosamiz. Xo'p, mana moslik. Bu yerda obunachilaringiz birinchi qadamga o'tish uchun 500 ta bo'lish kerak. YouTube'dan pul ishlash mana. Ko'ryaptimi? Olimanda bu qulflangan chunki 500 ta obunachim yo'q. 500 ta bo'lishimiz uchun obuna bo'lib qo'ying iltimos. Daromad topishni boshlash. Yordam forumlari va ijodkor vositalariga ruxsat olish va muxlislar bilan aloqa o'rnatish uchun daromad toping. Bu yerda reklama olish. Moslik. 500 ta obunachim bo'lish kerak. Mana 65 ta hozircha. Keyin oxirgi 90 kun ichida 3 ta video yuklanaman qo'yilgan va quyidagilardan biri. Yo, sizda oxirgi 365 kunda 3000 soat yaroqli tomosha vaqti bo'lishi kerak. Yoki oxirgi 90 kun ichida 2600 ta yaroqli shorts tomoshasi bo'lishi kerak. Shunaqa gaplar. Talablarga mos kelganingizda ogohlantirilasiz. Ariza berib qo'yinglar, nomer olgandan keyin, nomerdan tasdiqlagandan keyin. Keyin ikkinchi marra, kelgusi marra mana. O'sishda davom etish. Ana shu yerdan pul ishlashni boshlaysiz. Bu yerda 1000 ta obunachingiz bo'lishi kerak. Oxirgi 365 kunda 4000 soat yaroqli tomosha yig'ishingiz kerak. Yoki oxirgi 90 kun ichida 10 million shorts yaroqli video tomoshalarini yig'ishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingilari bu yerda aytarli hech nima sozlama yo'q. Asosiysi shular edi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ikkinchi qismda bundan ham katta sozlamalar, ya'ni Google akkauntni Amerikan qilish. Agar Google akkauntingiz sozlamagan bo'lsa, umuman pul topa olmaysiz. Keyin monetizatsiyani qo'shish haqida gapiraman ikkinchi qismda. Ikkinchi qism esa chiqadi 2 kun yo 3 kundan keyin. Kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Lapar Moxa bo'ldi.